Assalomu alaykum barchaga. Bundan 2 kun oldin Telegram kanalimda sizdan savol, mendan javob rubrikasi ostida post qoldirgan edim va unda 10 tacha insonlar tomonidan savollar kelgan. Keling shu savollarga javob berib o'tib ketsam. Xo'p, bizda birinchi savol bo'lgan ekan. Assalomu alaykum. Italiyaning qaysi shahrida yashash qulay va arzon? Xo'p, bunga qisqacha aytadigan bo'lsam, Italiya o'zi Maps holatida, ya'ni joylashuv masalasida ko'rgan bo'lsangiz, shimol, janub hamda markaziy qismlardan iborat. Demak, shimol hamda markaziy qismlari bu yashash uchun qimmatroq hisoblanadi. Janub qismidagi shaharlar bu Messina bo'ladi, Palermo bo'ladi va boshqa shaharlar esa bu yashash uchun anchagina arzonroq hisoblanadi. Masalan, tushunishingiz uchun, xo'p, Rimda yoki Milanda mana shunaqangi shimolda joylashgan turistik shaharlarning bir oylik kvartirasiga siz janubda bir oy yashashingiz mumkin. Shundan taqqoslab olsak bo'ladi. Keyingi savol. Xo'p, Italiyani qaysi shaharda yashash moliyaviy jihatdan oson, arzonmi, ish ko'pmi, oylik balandmi, ishga kirish osonmi? Shu va boshqa faktorlarni hisobga olgan holatda, xo'p, umuman Italiyada talabalar qanday ishlarni qilishadi degan savol kelibdi. Bunga qisman birinchi savolda javob berib o'tib ketdim. Demak, ish masalasi, demak, shimolda hamda markazda endi bu turistik shaharlar hisoblanadi. Milan hisoblanadi, Turin hisoblanadi, Rim shaharlari hisoblanadi. Bu shaharlarda ish topish osonroq. Turistlar ko'p bo'lganligi hisobiga ham ingliz tili bilan ish topish anchagina yengilroq ko'chadi. Shu sababli bu hududlarda ish topganingizdan keyin unga beriladigan maosh ham ko'proq bo'ladi. Endi bu yerda oy hisoblanmaydi, soat bay hisoblanadi. Necha soat ishlashiga qarab belgilanadi. Masalan, soatiga 5-7 yevro, balki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Bu kelishuvga bog'liq bo'ladi. Oyiga shunday hisoblasak, o'rtacha bir eng kamida 800-900 yevrolarga to'g'ri kelsa kerak va maksimum 1,5-2,000 yoki ketaveradi holatga qarab. Xo'p, endi talabalar nima ish qiladi desak, asosan o'g'il bolalar kuzatish mumkin. Dastavka hamda restoran, kafelarda barmen bo'lishadi. Qizlarda esa ko'proq bu yerda mehmonxonalar ko'p. O'sha mehmonxonalarni tozalovchilik xizmati hamda reception va boshqa bir qancha ishlarda ham ishlashni ko'rish mumkin. Xo'p, keyingi savol. Sapienza yoki Bologna universitetiga English Foundation Course Certificate o'tadimi debdi va magistrda shu sertifikat bilan 100% stipendiya bilan o'qisa bo'ladimi deyilgan savol kelgan. Xo'p, bu ikki universitetda ushbu til sertifikati, ya'ni foundationni ingliz tilida o'qiganligini isbotlab beradigan sertifikat hisoblanyapti. Xo'sh, avvalambor universitetlarning turi bor. Masalan, O'zbekistondagi davlat universitetlari bor hamda xususiy qo'shma hamkorlikda ochilgan universitetlar bor. Agar davlat universitetlaridan olinadigan language certificate bo'lsa, u katta ehtimol bilan qabul qilinmasligi mumkin. Agar sizda qo'shma xususiy universitetlarni language certificate bo'ladigan bo'lsa, u qabul qilinishi mumkin. Misol uchun, Westminster bor, Singapur universiteti bor hamda CAU universitetlar, Central Asia universitetlarini misol keltirishim mumkin. Aynan shu universitetlarni language sertifikatlarini ko'rsatadigan bo'lsangiz, unda sizda chunki xalqaro, ya'ni UK bo'ladi, US davlatlari bilan qo'shma hamkorlikda ochilgan hisobiga sizga ko'rsatadigan language sertifikatingiz tan olinishi mumkin. Boshqa davlat universitetlarini ko'rsatadigan bo'lsangiz, uni tan olinmasligi mumkin. Va shu yerda yana bitta muhim eslatma. Til sertifikati regional stipendiyalarga topshiradigan bo'lsangiz, 100% stipendiyani yutib olishingiz uchun hech qanday muhim rol o'ynamaydi. Birinchi o'rinda siz universitetga qabul qilingan bo'lishingiz kerak va undan keyin bemalol regional stipendiyalarga topshirib 100% grant hamda yillik stipendiya olishingiz mumkin. Keyingi savol. Italiya yoki boshqa davlat bo'lganda, masalan Germaniya deyilibdi, yana Italiyani tanlagan bo'lardingiz. Juda ham yaxshi savol bo'lgan bu. Xo'p, o'zi avvalambor Italiyaga topshirishga to'xtalishim
ozroq izoh beradigan bo'lsam, menda ham xuddi shunday Germaniya yoki Italiya degan variant bo'lgan. Birinchi navbatda Yevropadaligiga ahamiyat berganman, ikkinchi navbatda bu meni til qobiliyatimga qaraganman, chunki menda IELTS sertifikatim baland bo'lmagan, tipi 6. Xo'p, bu ball bilan Germaniyaga yetmasligim aniqligini bilganim uchun men italyan tanlaganman. Shunaqa variant. Xo'p, endi savolni yarmiga qaytadigan bo'lsak, yana italyan tanlagan bo'lardingiz? Ha, albatta. Chunki men kutmaganimdan-da ko'proq imkoniyat berganligi uchun yana qayta tanlagan bo'lardim. Va qayta tanlaganimda o'zimga yarasha qilgan xatoliklarim bo'lgan. O'sha xatoliklarimni maksimal darajada qilmaslikka harakat qilgan bo'lardim. Xo'p, okey. Keyingi savol. Italiyaga o'qishga kelmoqchiman, nima qilishim mumkin yoki nima qilishim kerak degan savol berilgan. Bu savol meni do'stimdan berilganligi uchun unga maslahatim desak ham bo'ladi, buni o'zi ham biladi. Avvalambor italyan tilini yaxshi o'rganish kerak. Okay. Xo'sh, qolganini o'zi biladi albatta. Keyingi savol. IELTS ham Italiyadagi universitetlarga topshirsa bo'ladi. Shunday holatda elchixona IELTS sertifikatini qabul qilishi haqida ketgan savol, ozroq tushunarsizroq ekan. Xo'p, endi bunga izoh beraman. Okay. To'g'ri, ba'zi universitetlarga IELTS sertifikatsiz ham qabul qilinsa bo'ladi. Agar siz xuddi shu holatda qabul qilinganligingizni elchixonaga isbotlay olsangiz, viza olish holatida IELTS sertifikati rol o'ynamay qoladi. Buni qanaqa isbotlash mumkin? Birinchi o'rinda pre-enrollment degan narsa bor. Pre-enrollmentda yoziladiki, talab qilingan hujjatlar ro'yxati. O'sha yerda agar IELTS yo'q bo'lsa, bemalol vizaga borganingizda suhbatga kirasiz. O'sha suhbatda tushuntirib izohlab berishingiz mumkin. Eng asosiy isbotlanadigan narsa shu yerda bo'ladi. Xo'p, keyingi savol. Assalomu alaykum. University of Bolognaga bakalavr topshirmoqchiman. Ular foundation program offer qilishmas ekan, lekin 11 yillik ta'lim bo'lgani uchun qanaqadir imtihondan o'tganlik hujjatini so'rayapti. O'shani sempli bormi? Xo'sh, birinchi navbatda Italiya universitetlarida bakalavr o'qish uchun 12 yillik ta'limda o'qigan bo'lish kerak. Bu 11+1 bo'ladi. 11 yillik bu maktab, demak, maktab bo'ladi, attestat hujjati. Xo'p, 1 yil plus universitet yoki institut birorta joyda yana 1 yil o'qigan bo'lish kerak. Bu odatda 60 kreditga teng bo'lish kerak. Foundation sifatida qaraladi. Endi agar bakalavrga kirmoqchi bo'lsa, top ranking yuqori bo'lgan universitetlar bor. Bu endi top 500 taliklar bo'lsa kerak. Shu universitetlarda qo'shimcha sertifikatlar talab qilinadi. CNTS, TOLK yoki SAT yo'nalishiga qarab o'ziga kerakli bo'lgan sertifikatni olish kerak bo'ladi. Agar sizda shu haqida savol ketayotgan bo'lsa, demak uni saytdan bemalol topish mumkin ekzemplarini. Agar 11 yillik bilan topshiraman degan ma'noda so'rayotgan bo'lsangiz, unda sizda xatolik bor. 11 yillik maktab tugatganingizdan keyin foundation albatta o'qishingiz kerak. Xo'sh, keyingi savol. IELTS muammosi bilan 4 yillik holat kuzatilyapti ekan. Demak, IELTS muammosi bor ekan. 4 yil davomida bakalavrni Turkiyada o'qiyapti va 2 oydan keyin darslar tugaydi. Diplom olish kerak. Keyin magistrga Italiyaga topshirmoqchi. Bir qancha firmalar bilan gaplashgan, lekin ular kamida IELTS 5.5 talab qilishgan. U holatda qanaqa qilib grant olish mumkin? Savol shunga bog'langan. Xo'p, birinchi navbatda yo'nalishingizga bog'liq. Ba'zi universitetlarda IELTS sertifikatisiz ham kirish mumkin. Bu birinchidan boyagidek, agar sizda bakalavringiz ingliz tilida o'qigan bo'lsa, katta ehtimol bilan tan olish mumkin. Agar bunday bo'lmagan taqdirda ham yo'nalishlarga qarab o'zi til sertifikati umuman talab qilinmaydi. Misol uchun, filologiya bo'lsin yoki turizm yo'nalishlari bo'lsin, Torvergata universitetida misol keltira olaman, turizm yo'nalishi bor. Unda IELTS sertifikati umuman talab qilinmaydi. Agar shunaqa yo'nalishlarga topshiradigan bo'lsa, bemalol IELTSsiz ham harakat qilsa bo'ladi. Grant masalasida, grant masalasiga yuqori to'xtalib o'tdim va o'sha gap til sertifikatisi
til sertifikati o'zi umuman regionalniy stipendiyalarni yutishda hech qanday rol o'ynamaydi. Xo'p, savollarimiz demak tugadi. Agar qo'shimcha tarzda, ya'ni YouTube kanalim bor, meni Telegram kanalim bor, o'sha yerlarda meni tomosha qilayotgan, sahifamni ya'ni tomosha qilayotgan insonlar bo'lsa, endigi topshiruvchilar yoki qanaqadir qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldiring va kelasi safar ham xuddi shunday sizdan savol mendan javob rubrikasi ostida o'z qiziq tuyulgan, tanlab olingan savollarga albatta javob beraman va kuzatib boring. Sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Eng kerakli ma'lumotlarni albatta topishingiz mumkin va xuddi shunday kerakli ma'lumotlarni sizlarga uzatib borishga harakat qilaman. Okay.